Agar siz o'zini o'zi band qilgan shaxs yoki yakka tartibdagi tadbirkor bo'lsangiz, Paynet Xolis sizning biznes yuritish tarzingizni butunlay o'zgartirishi mumkin. Endi bankka borish shart emas. Onlayn kassa yoki terminal sotib olish shart emas. E-imzo kerak emas. Birgina telefon bilan siz rasmiy faoliyat yuritasiz, to'lovlar qabul qilasiz va hujjatlarni boshqarasiz. Eng asosiysi, kiruvchi to'lovlar butunlay komissiyasiz. Har bitta to'lov uchun esa cashback hisoblanadi. Paynet Xolis bu tadbirkorlarga mobil ilova orqali qonuniy va qulay ishlashga yordam beradigan xizmat. Bu yerda siz to'lov qabul qilishingiz, hujjatlarni imzolashingiz, soliqlarni to'lashingiz va mablag'laringizni boshqarishingiz mumkin. Hammasi bitta ilova ichida. Ro'yxatdan o'tish atiga 5 daqiqa vaqt oladi. Shaxsiy ma'lumotlarni kiritasiz, faoliyat turini tanlaysiz va face scandan o'tasiz. U to'liq e-imzo o'rnini bosadi. Bir necha soniya ichida siz rasmiy ro'yxatdan o'tganingiz haqida guvohnomani olasiz va darhol ishlashni boshlashingiz mumkin. Paynet Xolisda to'lovlarni bir nechta usulda qabul qilishingiz mumkin. QR kod orqali, naqd pul bilan, kartaga, mijozga hisob yuborish orqali, NFC orqali. Mijoz karta yoki telefonini sizning smartfoningizga tekkizadi. Barcha operatsiyalar tarixda avtomatik saqlanadi. Cheklar shakllanadi va biznesingiz to'liq shaffof ishlaydi. Paynet Xolis orqali yaratilgan QR kod Markaziy bankning Munis tizimi asosida generatsiya qilinadi. Ya'ni u hozir siz ko'rib turgan bank ilovalarida ham bemalol ishlaydi. Bu mijozlar uchun to'lov jarayonini yanada tez va qulay qiladi. Xolisdagi hamyoningiz bu sizning rasmiy hisob raqamingiz. Siz xizmatlar uchun to'lov qilishingiz, mablag'ni bank kartangizga o'tkazishingiz, Paynet agentlaridan naqd pul yechib olishingiz mumkin. Xuddi bankdagidek, faqat tezroq va qulayroq. Bu tadbirkor uchun to'liq moliyaviy tizim. Bankka borish shart emas. Xolisda barcha elektron hujjatlar to'g'ridan-to'g'ri telefon orqali yaratiladi va imzolanadi. Hisob fakturalar avtomatik shakllantiriladi. Imzolash uchun Face ID kifoya. Endi e-imzo kerak emas. Barcha hujjatlar ilovada saqlanadi va istalgan payt foydalanish mumkin. Bu vaqtni tejaydi va murakkab dasturlar hamda qog'ozbozlikdan xalos qiladi. Paynet Xolis tadbirkorlarga halol, shaffof va qulay ishlash imkonini beradi. O'zini o'zi band qilish yoki YTTni bir necha daqiqada oching va o'zingiz yoqtirgan ish bilan shug'ullaning. Qolgan hammasini Xolis o'zi bajaradi. Batafsil ma'lumot uchun biz bilan bog'laning. Agar siz o'zini o'zi band qilgan shaxs yoki yakka tartibdagi tadbirkor bo'lsangiz, Paynet Xolis sizning biznes yuritish tarzingizni butunlay o'zgartirishi mumkin. Endi bankka borish shart emas. Onlayn kassa yoki terminal sotib olish shart emas.